Assalomu alaykum. Gruziyada yurgan va Gruziyaga kelmoqchi bo'lgan akalar 200 laridan 900 larigacha shtraf to'lashni xohlamasanglar, mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar juda ham foydali bo'ladi. Ya'ni hammalar bilgan 2026-yildan majburiy qilingan sayyohlar uchun tibbiy sug'urta haqida. Ko'pchilik bu yerda sayyoh statusida yuribdi. Sug'urta faqat Gruziyaga kirib olish uchun emas. Sug'urta umumiy mana shu yurgan kuningizni qamrab olishi kerak. Siz necha kun yursangiz, 1 oy yursangiz 1 oylik, undan ko'proq yursangiz ko'proq sug'urta bo'lishi shart. Mabodo qanaqadir tekshiruv bo'lgan taqdirda sizni sug'urtangiz bo'lmasa, 300 lari avval shtraf soladi, uni vaqtida to'lamasiz 600 lari, 1 oyning ichida to'lamasiz 900 larigacha shtraf oshadi degan qoidasi bor. Xabarlar bo'lsa yaxshi. Kimgadir shunaqa sug'urta xizmati kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsalar bo'ladi va bordi keldi bilet, mana shu narsalar haqida ham qiziq bo'lsa yozsalar bo'ladi. Keyin bitta narsa, bu yoqqa kelmoqchi bo'lgan odamlar albatta sug'urta qildiringlar. Kelish uchun juda ham zarur va qaytish biletinglar bo'lsa savollar kamroq bo'ladi. Ya'ni bu yoqqa kelib sug'urtangiz bo'lmasa va qaytish biletingiz bo'lmasa, siz sayyohlik anaqasini isbotlamagan bo'lasiz. Sayyohlik maqsadingizni isbotlamagan bo'lasiz va polizga qog'oz berib sizni qaytarib olish ehtimoli bor.